Yaxshi mehmon qilishyaptimi? Yaxshi. Qashqadaryoliklar ko'p go'sht yeydi deydi. Albatta u bo'ladi. Rostmi? Rost. Borsangiz nima qilamiz? Ha, Xudo xolasa inshaalloh. Nonlar go'shish. Qashqadaryoga Qarshiga borganman, Chiyol qishlog'iga borganman. Chiroqchi Chiyol. Ha, Chiroqchi Chiyolga. Qanaqa shikoyat bilan keldingiz bekka? Yaxshi shikoyatga o'zimni sog'lig'imni tiklash uchun kelganman. Ha. Belog'rim, gerija, boshqa. Ha, shunday mana shularni tiklash uchun Ha, kelganman. qo'llaringizda, ha, bo'g'imlar. Ha, bular hammasi yaxshi. Qo'l artrit deydimi? Ha. Qo'lardi. Yaxshi ijobiy nima bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Oxiri men shu yerda eshitib birovlardan ko'rib o'zim ishonib bu yerga keldim. Ha. Endi hozir ikkinchi marta davolanish boshladim. Endi yanasida yana tez kelib turaman degan. 6 oy, 1 oydan, 1 yildan shunday. Ha, salomat. Ha, inshaalloh. Eng og'iri qo'ni keladi haftalik. Hassonlar kelgan mana shu bola. Qo'yganmizmi? Qani kelingchi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmatimsiz? Hassa bilan kelinglar, o'zlari yuryaptilar. Mashallah. Ha. Qarasizmi? Ikkita hassa bilan yurib kelib, shifo bir yaxshi joy. mana o'zlari Xudo xolasa. O'zgarish yaxshi. Men aytyapman-da, bu asalari bu Allohning eng kichkina maxluqi qarang. Bu kattaroq narsa bo'lsa ham mayli ekan. Kichkina narsasida ham Alloh shifo joylab qo'ygan ekanda, ham beradiganligi. O'zini qudratiga yana bir tabiiy shpris bo'lyapti bu. Tabiiy shpris. Hop bu kishidan so'radim, asal ari chaqqanda og'rimas ekanmi deb. Uni bardosh berasiz, albatta hamma insonning o'zi mashaqqati bo'ladi. Ha, Alloh Xudo shifo bersin. Qur'onda asalari surasi bor-da, qarang mana. Ha? Nahl surasi. O'sha Alloh shu surani o'zini Nahl deb nomlab qo'yishi, asalari deb nomlab qo'yishi. Qur'onlar oyatlar nozil bo'layotganda Baqara surasida Alloh chivinni zikr qilgan ekan. Chivin. Bitta surani mana tamomila asalari deb nomlayapti Alloh Qur'on. Shunda mushriklar nima qildilarki, e'tiroz bildirdilarki, o'sha paytda Qur'on nozil bo'layotgan paytdagi Makkadagi kofirlar, mushriklar, ey Muhammad, bu senga nozil bo'layotgan narsa bu qanaqa kitob, qanaqa oyatlar? Bittasida chivin deydi, bittasida asalari deydi. Shunda Alloh nozil qildiki, Estaizu billah innalloha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Alloh nozil qilayotgan oyatlarning ichida chivinni misol keltirishga ham hayo qilmaydi. Endi hozir ulamolar kashf qilyapti, u chivin pashshalarda u hazil nima bas yo'q ekan, nima deydi? Bizda ikkita ko'z bo'lsa, unda minglab ko'z bor ekan. Bizda ikkita yurak bo'lsa, unda nechta yurak? U Alloh bekoriga chivinni nimani zikr qilmagan ekanda oyatda. O'shani qatorida bu asalarini Alloh Qur'onda zikr qilishi, bitta to'liq salkam yarim pora keladigan surani asalari surasi deb nomlanishi va bu surada asalning shifo ekanligi, fihi shifaa'un linnas, ya'ni bu asalda shifo bor deb Alloh zikr qilishda hikmat bor. Mana shuncha odam shuni tasdiqini topib turibdi. Mana hammalari hozir eshityapmiz, mana hassada yurib, u oyog'imda yuribman. Hamma kasalliklarga shifo ekan. Qonni suyultirish, asab kasalliklari. Xudo xolasa bu videomiz odamlarga manfaat bo'ladi. Bu videodan maqsad haligi bir moddiy narsa ko'zlangan yo'q. Hozir bir og'riyotgan odamga borib, "Bu yerga boring, zo'r bandisi bor ekan, yo shifoxona bor ekan, sizga rahmat" deydi. Xuddi shu ma'noda olyapmiz, xudo xolasa bu videomizni. Qancha ko'p odam ko'rib, chekka kelib shifo topsa, mana hammalari xursand, bemorlarimiz hammalari rahmat aytishyapti, uqularimizga.